Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Domrobod Residence obyektidamiz. BM Groupning Domrobod Residence obyektida fasad ishlari haqida ko'proq urg'u beradigan loyiha bugungi. Fasadimizda hozirgi jarayonda oldin ham aytib o'tgan edik, fasad ishlarini qanday qilib bo'ladi. Ya'ni ko'rib turganingiz mana bu sariq yopishtirilganlar bular hammasi bazalt hisoblanadi. Bazaltimizdan keyin ko'rinib turgan oq mato bu membrana hisoblanadi. Membranamiz negaruvchi, ya'ni yonmaydigan membrana. U sovuqlardan hamda nam havolardan saqlash uchun xizmat qiladigan membrana hisoblanadi. Undan keyin esa ancha takliflar va tekshiruvlardan o'tgandan keyin belgilangan, tasdiqlangan kafilimiz bor. U kafillarimizda ham xudo xolasa fasadning yakuniy natijasi kafil bilan yakunlanadi. Fasadimiz elementlaridan yana bitta narsa, balkonlarni to'sib turuvchi perillarimiz bor. Mana hozir mana bu yerda ko'rib turganimiz bu 3 xil namuna ko'rinib turibdi. Yana kamida 2 xil namunalarimiz bor. Jami 5 ta 6 xil namunalardan keyin bittasi xulosa qilinadi va belgilangan tartiblar, pajarni talablarga javob beradigan, gazning talablariga javob beradigan holat sinovlaridan, tasdiqlaridan o'tgandan keyin xudo xohlasa oxirgi решение, oxirgi javob berilgandan keyin perillar o'rnatilish boshlanadi. Barcha bloklarimiz uchun, fasadlar uchun mo'ljallangan mahsulotlarni yaqindan tanishtirmoqchiman. Mana bu bazalt mahsulotlarimiz. Barchasi sertifikatlarga ega, QR kodlari bilan belgilangan bazalt woolni tanlab oldik tekshiruvlarimizdan. Bundan tashqari bazaltni nima ushlab turadi degan mana bunday kronshtaynlarimiz bor. Bir necha xil kronshtaynlardan foydalanamiz. Kronshtaynlar mana bunaqa turadigan направляющий stoykalarda hammasi birlashtirilib va germetichniy, oxiri germetichniy bo'ladigan mana bunaqa zontiklarda hammasi belgilangan tartibda mahkamlanadi. Shu bilan xudo xolasa bazaltlarimizni va hozirgi aytib o'tgan membranamizni hammasini ushlab olsak, mana bu metallический profillarda hamda kronshtaynlarda o'sha tasdiqdan o'tgan kafillarimiz bilan qoplash ishlarini yakunlaymiz. Bu gofralik trubalarimiz ko'chadan narujni o'tadigan elektr tarmoqlarini himoya qilish uchun izolyatsiya vazifasini bajarishga, ko'rjuq vazifasini bajarib berishga xizmat qiladi. Obyektimiz bloklaridan birida hozir turibmiz. Bu ko'rib turgan jarayonimiz podyezdlarimizni pardozlash ishlari namunalari qanaqa bo'ladi degan takliflar bilan qilingan xona hisoblanadi. Mana shu xonalar taklif berilgan. Biz bilan o'rganib chiqqanmiz. Polimiz esa kafildan bo'lish kerak. Mana bu namunalar polni qoplaydigan kafillar ham shu jarayonda kelib qolgan. Bundan tashqari bu ko'rib turganimiz bitta namunani bitta ko'rinish bo'lsa, yana ikkita, uchta namunalarimiz bor. Yaqinroq kelamiz. Aytgancha chiroqlarimiz haqida aytmoqchi edim. Bu chiroqlarimiz ham ekonom uchun, ham ko'p xizmat qilishi uchun sensorli, ya'ni harakatni sezuvchi chiroqlar bo'ladi. Bu harakatni sezganda avtomatik ravishda o'zi yonadi va bir muddatdan keyin o'zi harakat to'xtagandan keyin bir muddat o'zi o'chib qoladi. Namunaviy podyezdimizda pardozlash ishlari haqida yana bu ikkita ko'rinishimiz bor. Ya'ni mana bu ko'rinishi hamda bu ko'rinishi. Xudo xohlasa mana shular barchalari rahbariyatga va gazning tashkilotlariga namunalar ko'rsatilgandan keyin, xudo xohlasa tasdiqlangandan keyin barchasini pardoz ishlari boshlanib ketadi. Shu vaqtgacha ko'rsatilmagan yana bitta kichkina kadrimiz bor edi. Zo'r narsa haqida aytmoqchiman. Mana bu kabellarni, xonalarni men birma-bir tekshirish boshlaganman. Har bir xonadonga kiruvchi kabellar ham o'zi tashlanib bo'lgan. Xudo xohlasa mana shunaqa tarzda har bir xonadonga kabelni tashlab qo'yamiz. Yana bitta narsamiz bor. Mana bu to'g'rida ko'rib turgan narsamiz esa hammamiz bilgan va kutgan gaz uchun trubalar ham tashalgan. Ko'pchilik savol berishi mumkin, nima uchun buncha namunalar kerak deyishi mumkin. Namuna bizga faqat ko'rinish uchun emas, balki uni mustahkamligi, ko'rinishi, sifati haqida ko'rsatishlarga, savollarimizga javob berish uchun kerak. Misol uchun, mana bu karkas qilingan ko'rinishi namunada bo'lgandan keyin biz shuni bildikki, demak buni kuchaytirish kerak. Ya'ni kamida 2 metr, 2,5 metr masofani orasida yana karkas qo'yib, buni kuchaytiradigan bo'ldik.